Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli qarindoshlar, Din va hayot nomli suhbat programmamiz orqali sizlar bilan yana ko'rishdik. Programmamizning navbatdagi bo'limida ustoz Muhammad Yusuf Qarim bilan shu o'qish bitirgan keyingi hayot haqida suhbat olib bormoqchi. Muhammad Yusuf Qarim sizlar o'qish bitirib bo'lgandan keyin qilgan xizmatlar haqida qisqa tushuntirib o'tgan bo'lsanglar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. O'qish bitirgandan keyin mening shu qilgan ishim muallimlik qilish bo'ldi endi asosan shuni bilan boshladim. O'qish bitirganingiz qaysi edi? 93-yili 6-oyning 18-kuni biz shu o'qish bitirish murosimini qildik Qohirada. 23-chisla Turkiyaga qarab mangdik. Shu vaqtlarda biz Turkiyaning Shalal shirkatining odamlari bilan Turkiyadagi shu jamoatlar bilan tanishgan. Ular bizni Turkiyaga keldi. Turkiyada şu yili qolgan do'stlarim asosan ko'plari o'qish bitirganlarning ko'plari Ozarbayjon, Qozog'iston, O'zbekiston aşağılaga muallimlikka tayinlanib ketdi. Ammo mening shu vatanga berish, vatanni qilish bir arzum bo'lganligi uchun men vatan ketdim shu yili. 93-yili vatan ketdim. Vatanga berib turdim. Qarasam yerda bundaq turib qag'il bultqandek emas, endi uydagilar boshqa sirtda to'sangiz yoki bilim oshirsangiz sirtda yoki shu sirtga chiqib kelsangiz yaxshi bo'ladi degandek nim bo'ldi. O arada men Muhammad Salih Damollan bilan kurashdim Urumchida. O kishi burun Husni Muborakninki medalni olgan vaqtida biz tunishgan. İslam şu yanda qilib qolsangiz mashada ep qolay dedi, qiziq dedi. Ammo uydagilarga ancha xo'sh yoqmadi. Siz sirtda tursangiz bilim oshirsangiz ham Xulosan shu asl ansiraylikda. Ansirganlikka shuni bilan turib baqdim, keyin asta Turkiyaga chiqdim. Chiqib Turkiyaning shu İstanbuldagi Qisiqli degan yerda Üsküdarda Qur'on kursida bir 5-6 ay ballag'ima O'rta Osiyodan kelgan Qirg'iz, Qozoq, O'zbek ballaga Qur'on o'rgatdim-da. Bizning tilimiz yaqin bo'lganiga uni o'rgatdim-da. Bir tarafdan ayda o'rgatdim, bir tarafdan bitki turkcha o'rgandim endi. Shunday qilib shu araliqda 95-yil bo'lib qoldi shu araliqda vatanga berib keldim, yana bir keldim. Shuning bilan 95-yilning 2-oyning 28-kuni Qozog'istonga meni yo'lga soldi. Qozog'istonning asli Almatyda tursiz degan, Almatyga borsak, Almatyning 60 kilometr sirti Isik degan bir ekan, ikki tog'ning orasida chiroyli, yaxshi ekan hamda. Aşağıda Turkiyadan kelgan muallimlar o'qituvchilik qilib qolsam, do'stim Abdulahad Hofiz mishadi bor ekan. O'shaga bordik, berib yerda muallimlikni boshladik. Muallimlikni boshlab, endi bu yerda haftada bir qatam yoki 15 kunda bir qatam endi Almaty shaharga kirimizda, shaharga kirib Uyg'urlarning mahallasi bormish ekan, Uyg'urlarni izlab ba'zi do'stlarni topdik. Am Uyg'urlarningki aşağıda məxsus gazet jurnallar bağlılığını anlap, gazetxanaga barib basib Uyg'urlarningki Cumhuriyetlik, yani devlet tarafından çıkıldığan Uyghur Avazı ve Yeni Hayat deb ikkilan gazet ekan. O Yeni Hayat degan asli eti kommunizm tug'ilgan, onu 70-yil chiqarib ekan, sotsializmni tashviq qilgan gazet ekan asli. Uyghur Avazı degan shunday ekan burun. 50-yil chiqarib ekan uni. Mustaqil Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin o kommunizm tug'ilganini o'zgartirib birini Yeni Hayat, Uyghur Avazı o'zining ismini shunday qilibdi. Shuning bilan devlet o'zi chiqartgan gazet endi nadi tiraji ko'p taxtilgan gazet ekan. O'zini tanishtirib aytib degandan ular siz emas bunda diniy ijtimoiy masalalar to'g'risida binasi yozsangiz, bu yerdagi xalqni shunday bir diniy bilimga shunday jiq chanqab ketgan vaqt endi binas bilsangiz yozsangiz deganiga men bir qiziqish kirdi. Shuning bilan dastlab qilib Allah'a iman keltirish o aqlning kamolati degan bir maqolani yozdim. Shu chog'da o gazetning 2 sahifasiga chiqibdi. Shuncha jiqilab ketdi. O suhbat xarakterlikda o so'radi men. Ayda qilgandan keyin shundan keyin bu gazetmi o'zi shuhrat topib ketdi. Masjidlarga gazetga qarash yo'q. Masjidlar ishtirok qilib gazet masjidga akirib nutqan bo'lib ketdi. Ular meni texma her hafta yazın diye oturdu. Yazdım. Aynı akılıp her şenbe günlükte çıkarttı. O her şenbe günlükte bir makale evet ettim. Aynı akılıp şu 2011 yılı Kazakistan'ın qaytib kelgan geçiler hem de makale bir tuttum. Bana o çağda onun
kalem hakkı kiletti. Poştadan evet etti, poşta resmi bilen kiletti. Kasam. O akılda bir Kazakistan'ın Müslüman tarixinde tunji bir jurnallar dini eserden çıkışı. Tunji bulardı ki. Unda olgandan keyin o'g'lig'imi bir fursat kelgan. Bir yangilik endi. Sizga qachon bir fursat kelib o'qishib degandan keyin yoziqchilikni boshlashga. Men anda bir maydonni izlayotgan bo'lgan ekan, endi ali ayda talab qilayotgan mana shuna qo'shyapti ham uning oldida ada diniy bir gazetda diniy binasi biz bakmoqdi ekan ham. Yani zaten amaliyat shundoq endi. Shuni bilan ayda qilib Oylab kalem haqqı. Kalem haqqı uçağı bizimki itiqadımızdan biz Allah için kılımız. Zaten ama fisabilillah Allah için kılgan ulavlan ya bunda ittifaqlaşmagan yamançak binaz birisiz imiz yazman etgan gap aqlımızga mı ulumudu mı biz mi degan hamda. Şunda bo'lgan ekan kalem haqqida odatda bir maqolamni $20 $30 ayda baholaydi. Uçaqda bir qo'y $10, öyle bir aylık öğün kirası $20 $15 de. Ancak kilette uçaklarında deslaptı ben bu Allah razılık için kılgan narsaga qanday alaman deb deslaptı bunu amay ayalım qo'yib qaynanam qo'yib aydan qilib keyin ishlatdik hamda uni halol bo'lganligini deb ashunda hamda deslaptı shunda nim qilgan. Shundan hayotlarda yeziqchilikni ayatning boshida ashunda qilib o gazetda ish qilib ashunda har turli nimalarni diniy va ijtimoiy yozdik. Keyin o mening maqolalar to'plamini ular o'zi chiqarib besib berdi. Keyin uni Istanbulda bir qatim bosib chiqdi. Atasning suratlarini qo'yib, ayda chiqqan gazetlar bor ekan bu. Gazetni hozir saqlab qo'yalım. Birinchi chiqqan maqolam 96-yili 96-yili 4-may kuni ekan. Şu çıkan maqolning birinchi kezdin oxirgi songacha hamma saqlab qo'yamiz. Jamiyatimiz sizdan ayt xursand Uyg'ur musulmonlar uchun xizmat qilib kelyaptilar. Endi hozirgichilik siz shu kitob yozishni qachon boshlagan, hozirgichilik taxminan qanchalik kitob yozdilar? Bu haqda bir ochiqlab bergan bo'lsa. Shu kitob yozish masalasiga kelsak, men o'zim bir kitob yozaman deb, unda bir yoza olaman deb, ya'ni o'zimga ishonch qilib ketmaydim. Buni ben 93-yil vatanga berib 95-yilda o'tirdi bir nima qildi ya 94-yil endi ibodim umiddan qilib qolaman deganisi Misrda olgan kitoblarimni o'qigan kitoblar hamma kitoblarimni Beijing orqali yo'tkab vatanga asha turibgan odam deb yana bodim berib qarasam yozliq ta'tilda o'quvlarimningki tuqqanlarning bolalar hammasini ta'til bo'lgan vaqt ekan men mushulganda bir diniy burchimni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo va anzir ashiratakal aqrabin degan ekan eng burun eng yaqinlaringni chaqir degan ekan avval men o'quvlarimga o'rgatishni boshlaydi o'quvlarimga ayda birdan daftar tutqizib savol javobli qilib islom aqidasini aqida masalalaridan ayda o'rgatdim endi daftar abdan bir yerim daftarning binasini yezib bir tarafini yodlab ayda o'qib turib shuni bilan o ta'tilmi tugab qoldi. Tugab qolgandan keyin uni maktabga bog'latdi. Men qarasam mening ishimni tugab qoldi. Shuni bilan qaytib chiqdim. Qaytib chiqib Turkiyada shu Üsküdarda, İstanbulda tug'an vaqtimda har oqshimi ayda materiallarimni akilib shuni tamomladim-da. Mendan shu daftarni kelgan daftarni oxiri tamomlab qarindoshimga avatib beray, o'zi daftar o'rgansin deb qilsam shu oraliqda bizniki Turkiyada turgan peshqadam burun o'qiganlar va ba'zi ahli ilmlar mendan cho'nglar ko'rdim ko'rib siz u uqularingizgina deb qilmay vatandagilarning hammasi sizning uqingiz agar endi buni bu obdan yozsangiz belki biz besib taqitimiz buni butun musulmonlar foydalansa yaxshi emasmi men anchalar qanday qila olamiz siz qilib beqing avval dedi ma'qul deb ayda yezib qoldirib qolib ketdim onu. Kessem onu bastı ola. Ama bu birinci yazılışta birinci yazılgan bilen besilişte ikinci besilgan oldu. Birincisi İslam'daki aile tüzümü oldu. İslam'daki aile tüzümü Kazakistan'a bağlanırken Uygurlar bilen arlaştık. Ulanık bundan balların aile terbiyesi, o cemiyet bundan qarasak endi xuddi bizning vatanda shundaqda endi hozir vaziyat o'zgargan turib, haliqi ibodat deganni Allohga qilamiz, ammo bizning bu haliqi hayotimiz
hayatımızda dinle münasebeti yok derken. Xuddi ailemizde başqacha, masjidda musulmon, o'g'il kelsa kommunist degan deyilganda ailege münasebetlik dinning ta'limoti yo'q deb bunda tushunganda, mushuni men uchuqlash uchun hamda Qozog'istonda shunday bir bağlan ailelerga masalan bilganlarimni so'zlab nima qilish orqali hamda men shunda ailega münasebetlik islomning ta'limotlarini bir to'plasam bo'lgan deb to'plab baqtimda bidatda to'plab baqib yana ko'paytirdim qilib uning ismini islomdagi oila tuzumi deb qildik. Endi u kitob endi bizning tariximizda shunda ism bilan yozilgan birinchi kitob o nima nashr qilinishdimi mening hayotimda birinchi qatim besilgan kitobim shu bo'ldi. 97-yilga undan keyin odamga shunday bir hayajonliq endi umid bog'langan qila oladi ekanman deymizga. Qila oladi. Yuzini ko'rgandan keyin shu qizg'in odam bir qizg'inlik bo'lgan. Ashundan boshlab bu kitob yazılgan oldu. O yerdeki cemaatçilik bizde bu ballarımız asasen bizlerin namazın tertibini bilmemiz en birinci iş şu namaz okuş doğrusunda aynı resimle kılıp bir kitap tayakıp besiniz degendeken ben o çağda aşağı namaz okuş kaydıda bir kitabını yazdım. Aşağıda gezitxandakiler aşağıdan Kiril harfke onu öğredi. Suretlerini koyup aynı kılıp suretli kılıp 98. yıl onu çıkardık. Onu çıkarıp tutsak şu yılın ahiri bu İslam Akideleri degan kitapni Qashqarda bir nusxa besibdi aşu Türkiye'de yezishni başlagan kitap İslam Akideleri. Qashqarda besibdi o. Aşu nimada birisi akeldi onu şu çağda kompüterda yazganmı ya daktiloda yazganmasa bunday bak ravrusni emas shunday yezilib qilibdi. Undan keyin aşu kitapni men ayaninki tilga Kiril harfiga gezettikiler özgertip berdi. Qilganiga onu 5000 nusxa bastırmış. Saudiya Arabistandan bağlan bir baydan birisi. Oldu beni bastıraydı dedi aşağıda başta turup 5000 zakaz verdi. 15 gün qamay çıktı o kitap. Aşını Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, aşı Turkmeniston hatta aşı Uyg'ur bayanın hammaga taqitib bidan tugab ketdi bu. Shu Allohdan demek o İslam akidesi aile tuzumi namaz 3 kitap bo'ldi shu ozgina vaqt ichida. Undan keyin Saudiya Arabistonninki din ve medeniyet merkezi deb konsulda shunday bir merkez vardı. O merkezdagi odamlar ro'za to'g'risida bir kitobda yaqilsam bassak deb o Ramazonga ulgutib Ramazon ve onun ahkamları, ro'za ve onun ahkamları deb ikki tilda Slavyancha ve o'zimizning yezigida ikki nimada anda qildik. Uni Saudiya Arabiston konsuldan basib taqatdi uchoq. Shunday qilib keyin Saudiya Arabistonga keldim. Saudiya Arabistonga kelgandan keyin bu yerda texmi menga fursat yaxshiroq bo'ldi endi yezishga. Chunki men hukumat shtatiga kirdim, keliblar. Tushgacha hukumatda ishlaymiz, tushdan keyin baka bo'lgandan keyin tushdan keyindan boshlab o'tirib, akşamgacha bir chaqgacha. Endi Qozog'istondagi vaqtimda bir kun kechgacha ishlaydik, u chaqda soat 2-3gacha bizning o'yinchilik o'chmaydi. Soat 2-3gacha ishlaydik. Turbatan kechirib, bu O'rta Osiyodagi xalqlarning bu kitobga bo'lgan ehtiyojini bir qatam sizlar his qilgan bo'ldilar. His qildik, undan keyin islom yozilgan narsa chiqqandan keyin sizlarga ham bir cho'ng bir kuch bilan kelgan bo'ldi Saudiya Arabistonga. Cho'qim bir yoziqchilikni davomlashtirsam bo'ldi ekan, xalqning ehtiyoji boshqa bor ekan degandek. Amaliyotda o'qish bitirib, diniy jihatda bir material izlagan xalqimizning ichidan tun chiqqan ziyolilar bo'lgan bo'ldilar. Endi u chog'da men bunday bu dastlabda shu vatanda qilib qolsam deb naytib tirishib baqdim, qarasam ve o amelga oshmadi. Amelga oshmaganda qanday qilish kerak? Men o'qidim endi va shu vatanda bir ish qilman deb o'qidim. Qilamagan qanday qilamiz? Qalam bo'lsin bir qanday qilaylik deb bir tarafdan fikrlarimni yetishtirish uchun, bir tarafdan endi o kishilarga tashabbus qilish bilan qalam orqali xizmat qilaylik dedik. Shunda da tavakkal deb endi yo'lga chiqdik. Amaliyotda endi buningda Allah Taala shunday yaxshi fursat, buningga bir muhitni yaratib berdi. Ajda bir muhit bo'lmasin bo'lmayotgan endi bu ishga. Anda qilib
bir qancha kitob aynan chiqqan bo'ldi. Bu kitobning hammasi kitobninki shu birdan bir sababi borda. Bir ishga duch kelgan. Masalan, halol harom degan masalasini men 2009-yili Qozog'istonga borganda bir tijoratchi kishi o'sha halol harom masalasi to'g'risida bir kitob yozgan bo'lsa, men shu besib taqatgan bo'lsam dedi-da, nihoyat yaxshi gap deb qaytib kelib 2-3 oy vaqt ketdi shu halol harom degan bir kitobni miyadida uning arab bizningki yozig'imizga chiqmay turib Qozog'istonda kirillisi chiqib bo'ldi uningki. Shunga o'xshash hamda uningdan axloq masalasida masalan hamda bizningki musulmonlarda bunday bir nima bor. Yoki noyatbek dindor bir odamlar jiq dindor deb bunda ko'rgan odamlarda axloqi nachar. Ba'zi bir odamlar bor, din bilan munosabati yo'q, ammo kishilarga shunday illiq, kishilarga yordam qilgan, mutakabbir emas. Bundaqda bu ikki nima bo'lib qoladi. Endi buni ulamolar deydi, har ikkisi islomdan emas u. Chunki bu dindor degan axloqli bo'lish kerak. Ikkisi birga kelish kerak. Endi bizningki vatanda bu ikkisi ikki dunyoda bo'lib qoladi. Shu bu bizi ko'nglim yaxshi deb o'tirgan. Agar siz menda ibodatim yaxshi deb uningki axloq muomala nol. Qarindoshlarga, qo'shnilarga, atrofdagilarga bo'lgan narsa. Bu har ikkisi ziyonli ichida. Rasulullohning bilan bog'liq hadisi. Shuning bilan sizlar axloq kitobidan qo'lga qoldim. Axloq kitobidan qo'lga oldim. Bular menga turki bo'lganda Rasulullohning hadisi bor, nima? Bir ayolninki bir mushukni o'ltirib qo'yganligi sabab bilan dozoq ulab ketgani, yana bir dona fohish ayolninki bir ishni sug'urib qo'yganligi bilan jannat bo'lganligi, yana bir sahobalar so'raydi, bir ayol va jiq ro'za tutdi, nafl ro'zani jiq tutdi, sadaqani jiq turdi, namozni jiq o'qiydi hamda. Ammo qo'shniga aziyat turdi, u do'zaxda. Yana birisini ibodatlarni hamda qiladi unda, biroq sadaqani jiq bermaydi, naflni jiq qilmaydi, ammo qo'shniga aziyat bermaydi, u jannat degan. Endi biz shunda bo'lganda Rasulullohni va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dedi Alloh taolo. Seni biz bütün alemlerge rahmet kılıp, şefkat kılıp öğrettik dedi. Alemler dediğimiz bütün alemler, hayvanatlar alemi, üsümlükler alemi, insanlar alemi, bütün alemlerin Müslümanların şefkatinden hayvanatlar mı yaxşı külkürge ya, Müslüman rahimdil boğanlıkın vəhşilik kılmaydı da oluğa. Şunun okşaş yani şefkat. Onun için Resulullah innema bu'astu li utmam makarimel ahlak deydi. Benim güzel ahlakını tuluklaş için evetildim degenden bu hem de dinin Resulullah'ın evetilişinin asas məqsədi axloqni to'lashdak shunchalik muhim ko'rsatilganda unda bo'lgandan uning aksicha bizning xalqimizda bu axloq bilan dinning hech munosabati yo'qdir. Bu to'g'rida hamda durust hamda nurg'un yaxshi kishilar bor, axloqli dindor kishilar bor. Shu bunda shunday yashayotgan kishilar bor. Biroq bizda bunda o'tirib qo'yilgan ma axloq bilan ma dindorlik, ma iymon ikkisi qarindosh deyotgan bir gap o'tirib chiqmoqda. Shu ajda bino yezish kerak. Zaten tushunchasi ajiz. Ammo shuni yashaydi odam. Ne shunda taqvo, tahajjud o'qiydigan, ro'za tutadigan odamlar bor edi. Yaxshi kishilar oldiradigan, ammo aşı ailelerine, balalarına, xotinlarına qapal muomala qiladigan, o'g'liga chiroyini ichib o'ltirmaydigan, o'shani men hayron qilyaptim. Ya'ni xalqimizda bu boshqa zaten bor endi. Bu sil qaraydigan, ibodatni yaxshi qildimmi deb kishilarga bo'lgan muomalalarda nacharlik ishlar yoki yaxshi muomala qilib turib ibodatga sil qaraydigan ishlar bu boshqa qat'iy tuzatmasi bo'lmaydigan darajada edi. Endi u kashi biz Rasululloh va ergishimiz, sahobalarga ergishimiz desak ham shu axloq bilan iymon qanchalik muhim bo'lsa, axloq shunchalik muhim deb ayda tutib tursak, ayna bo'lgan gapkanda endi u. Uni ashla qildik. Undan keyin bolalarimizni qanday tarbiyalaymiz deganda bolalarimiz burun kichik bol degani o'choqda oson ekan endi. 3 kun cho'ng'andan keyin bolalar bilan ba'zida murassa qilishga to'g'ri kelib qolgan. Shuni bilan endi buniga bir yo'l tepish kerak. Shuni nurg'un o'zim foydalanish maqsadidan nurg'un kitob o'qidim o'sha. Oila, bolalarni tarbiyalash to'g'risida. Tarbiyalash to'g'risida o'qib, buni endi bir o'zimiz foydalanamiz, boshqalarni foydalanadi deb shundan ixcham qilib, bolalarimizni qanday tarbiyalaymiz degan bir kitobni o'qidik. Uni 2 qatim besilib, asosan tugida shunday qildi. Onundan da kichigidan tortib bolalarni qanday tarbiyalash kerakligi, ota-onaninki
mas'uliyati insonni inson qilgan shu oila ekanligi hamda maktab emas oila ekanligi jamiyatningki ultimi oila degandagi hamda oilaningki ahamiyati to'g'risida shunday de shuning qarab hamda ana shunday vaziyatga qarab shunday bo'lyapti. Bo'lmasa men gibi ikki dona she'r tommi batı birisini Qozog'istonda yozgan, birisini Misrda yozgan. Endi hozir bu onun o şiirleri bekiminin bir haceti yok. Şu an önemli kim neşir kılsak kılamız kim vakti. Şu an hazır halkı kerekli olan nersini kılayır da ayında mühim aşında. Aslında bir makalla toplama neşirden çıktı o değil mi? He. İkisi çıktı. Birisi Kazakistan'da gezitki yazganları, birisi makalla toplama. Aslında Allah razı olsun bu emekleri hakikaten yaxşı bulavardı. Bulup ben şu keyingi vaqtda yazılgan kitap, 2010 sualga cevap degan kitap sizga bir to'xtalgan bo'lsak, bu hamma Uyg'urlar, musulmonlarga cho'ng bir alqishga erishgan kitap bo'lgan bo'ldi. Chunki men shu Makka Mukarramada bu kitobdagi sertilishimiz xalqning hammada shu kitobni izlaydigan bo'lib ketdi. Aslida bu kitobning qanday bo'lib boshlangan qanchalik vaqt sarf qildilar bu vaqtda tushungan bo'lsa. O kitobma aslında ihtiyoç silsiləsinin qadarısıyla o men bundan dini kitaplığa qarindaşlar menden başqa nurgun qarindaşın aytib qimmatli yaxshi kitaplarni tarjim qilib o'tirib chiqadi masalan endi Uyg'ur tarjim markazidagi nurgun kitobni chiqishini ama shunda endi kitobimda qarab qilsak endi bizdan da o birinchi qo'l kitoblar endi uning nechisi bo'lish kerak endi. Shundan keyin bu bizda her qanday bir millatning yuqori saviyalik, o'rta saviyalik, tuvan saviyalik balalarning yeshi qarab, sinfi qarab bunda bo'ladi. Endi bizda o darajaga yetib bo'lmadik. Anda bo'lgandan keyin men ham bularni cho'nglarga jiq kitobni nurg'un qarindoshlarni tarjima qilib bizmi yozdik jiq bo'ldi. Endi balalar uchun bir narsa yozay degan maqsad bilan balalarga eng o'ng'ayli savol javoblik endi. Masalan, sen nereden geldin? Seni kim yarattı? Allah yarattı. Adli savollardan boshlab, aynan boshlab 500 betdan oshmasin kichik bir kitapçık yani küçük bir kitap olsun diye maksatlı başlap kalsam o 600 betin eşip bitipti. 600 betin eşip ketkenken bunun elevatay desem hemmesi mühim gepler, aran toplagan gepler. Şuna anda 1000 bet olsun da başlasam 1000 betin eşip bitip 1100 olsun. Anda 1500 olsun, 1500 olsun desem 1500'ün azar eşip bitipken şuna anda taylıqanda o tayak boğan narsini taşıvatqım kelmey 1600 to'xtatay keyin ko'ramiz qanday 1600 chiqadi. Chiqagan ekan 1600 savolga javob bo'ldi. Shuning bilan bu vatandan kelgan do'stlarim, jiq ishlamishalik qarindoshim so'rab keldi, bu 1600 ning siri nima? Ya 1000 emas, ya 2000 emas degan buning hech qanday siri yo'q. Faqat shu vurulloq. Men uni ya 1000 ya 2000 qilishim kerak deb bo'ldi. Men to'liqlayman dedim. Qarindoshlarni to'liqlashni tavsiya qildi. Shuning 2000 oldu. Uni asli balalarga nima qilgan. Endi 2000 qilib to'liqlagandan keyin an ma'lumotni chiqarib berib endi ayda qildik. Endi hozir qulamda boshqa bir ishlar bordi bo'lmasa endi uningdan chiq 5000 savol qilish bir plani bor. Alloh muvaffaq qilsin inshaalloh. Endi ko'plagan qarindoshlar hatto sizlarni bildiganlar, sizlarni ko'rmagan bo'lsa kitobdan o'qiganlar jiq savollarni so'raydi bizdan. Aysha ustoz Muhammad Yusufning bilan ko'rishib bo'ladimi? Endi hozir 2000 savol kitobda chiqdi, shuni bilan bo'ldik qilganmidi, hozir nima ish qilyapqandi deb. Qani sizlarning kendiniz hozir qilayotgan ishlar to'g'rilab biroz. Hozir qilayotgan ish endi men shu 2001-yili 4-oyning 17-kuni shu radioga kirgan, Saudiya Arabiston radiosi Uyg'ur bilimiga. Shu kirgan kunimdan boshlab Qur'on Karimningki tafsirining tarjimasini Misrlik doktor Mahmud Hijazining At-Tafsirul Vodih deb 50-yili yozilgan hozirgi zamon tafsiri endi. Burunqida kelgan grammatikalardan, fasohatlardan, undan bunun gap o'tmay, nah Alloh taolo nima demoqchi? Ashuni unda birtgan bizga bak azib qolgan, uni nurg'un qarindoshlar menga tavsiya qilgan. Undan keyin Abu Bakr Jabir Jazoirninki At-Tafsirul Muyassar Aysar tafasir degan shu ikkisini birlashtirib shu radioga kirgan kunimdan tortib 15 minutlik Qur'on tilovati va tafsir etgan bir programmamizda shunga tayyorlagan hozirgacha shuni bir vatimiz endi shu 2001-yildan boshlab tarjima qilishga boshlagan, shu 2014-yilda 25 avgust kuni tarjima tugadi. Tarjima tugagan bilan endi qarasam ish endi boshlanib dedi. O 10 yil burungi tarjimalarim hozir endi tekshiray deb bunda
bekitaydigan bo'lsa, jiq yani o'ngshash kerak ekan, jumlalarni o'ngshash kerak ekan, ayda qilib ishlayaptim hamda Xudoyim bir 1-2 yil alamizga deyman buni. Sizning necha bat bo'lib chiqar? 6000 bat bo'lgandek qildi shu. 6000 bat bo'ldi ekan, unda 6 ton bo'ldi ekan hamda. O tugusanda undan keyin andin boshqa bir ishlarni nimani masalan ma Saudiya Arabiston katta ulamolar hay'ati tarafidan bir tafsir chiqargan bo'ladi. Tafsirul muyassar deb. Buni maxsus chet el tillariga tarjima qilsin deb shuningga maxsus chiqargan tarjima tafsir Jalolaynchilar bor bizning vatandagi shunchilar bor. Ammo shunda bak mukammal bak yaxshi hamda, men bak aziydi u. Onu tercüme qilish niyetim bor. Onun keyin Tafsir Sa'di. Tafsir Sa'dini 3-juzga tizib qo'ydim. Uma bir tomliq endi. Uma shunday uningki grammatikasidan boshqa bundan gapib o'tmay, nah nima demoqchi degan. Biz hozir xalqimizga shu kerak. Alloh taolo nima demoqchi, bizdan nimani talab qildi? Bu oyatning maqsadi nima demoqchi? Shu nah haq vaqtimiz yo'q haqnaligicha uzundan o'tirishga. Shunda bir plan bor hamda. Allah muvaffaq qilsin. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli qarindoshlar, Din hayot nomli suhbat programmamizni bir daxllashtiramiz. Ko'ngil qo'yib, kirpagini uchun ko'p rahmat. Keyingi bölümde uçuruş ümidi bilen her birimlerden hoşlaşımız. Hayır, hoş, selamet bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.